Assalomu alaykum. Ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. Doim sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Shogirdlar vaqtiga sog' bo'ling. Rahmat. Hali yo'lida charchamadinglar? Yo'q, yaxshi, rahmat. Yaxshi, xursand bo'ldim. Ko'p san'atkorlar ustozisiz. Shular qatori shu ukamizni Javohirda. Ismi nima? Javohir. Javohir. Ha, buni oldin ko'rishganmiz, konsertda. Ozgina yosh qo'shilibdi. Ko'rimli bo'libdi, sahnabop bola bo'libdi. Nasib bo'lsa. Bir iloyim duo qilsangiz, shu bola ham. Familiyasi nima? Erkinboyev. Demak, assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz kuzatuvchilar, yurtdoshlar. Xabaringiz bor. Endi shu san'atkorlarga beminnat xizmat qilib yordam berib kelganmiz. Navbatdagi mana shogirdimiz Nasib o'sha biza nima deydi, xizmatimiz singan do'stlarimiz, ukalarimiz singari bu ham o'sha yuqori parvozdagi, yuksaklarga uchib, kamida xalq artisi bo'lib yuradigan bir ukamiz. Ismingizni to'liq ayting menga. Javohir. Javohir, familiyangizchi? Erkinboyev. Javohir Erkinboyev. Nimagadir Javohir bilan Erkinboyev to'g'ri kelmayapti, qofiya. Shu qofiyani sal to'g'rilasak bo'lmasmi? Javohir Boy, Erkinboyev desak. Endi buni ham bir masal ko'rasizlar, maslahatlashib. Javohir Erkinboyev. Javohir Boy, Erkinboyev balki ko'ramiz. Mayli, qani bir duo beramiz, ilohim amin. Allohim ovozga ovoz qo'shsin, san'atingizga san'at qo'shsin, Allohim. Nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsangiz, Alloh o'sha yaxshi niyatlaringizga yetkazsin. Do'stlaringiz, akalaringiz sizni shunaqa qo'llab-quvvatlab, menimcha shu kerak joylarga olib borib, hammani uchrashtirib yurishdi, tadbirlarga olib borib. Ilohim, Allohim bularni ham o'ylagan yaxshi niyatlariga yetkazsin, aka-ukalaringizni. Ota-onalar hayotmi? Umrlari uzoq bo'lsin. O'sha ota-onani ilohim siz shunaqa tez harakat qilingki, ijodlar bilan ota-onangiz hayot paytida hamma yutuqlarga erishib, yuksaklarga parvozlaringizni ota-onangiz ko'rsin. Yaqinlaringiz, yaqin qarindosh urug'laringiz. Bundan tashqari, undan keyin O'zbekiston xalqi. Avvalo ota-ona, keyin xalq sizni qo'shnilaringizdan bahramand bo'lsin. Allohim nimaiki qadam qo'ysangiz, o'sha qadamingizni, poy qadamingizni shunaqa gullarga, chiroyli yuksaklarga yo'llashda Allohning o'zi qo'llab-quvvatlasin. Amin. Amin. Allohu akbar. Kamida mana bizning shogirdlarimiz sifatida xalq artisi bo'lib yurish Javohir Boy Erkinboyevga nasib qilsin. Alloh. O'zi odat e'tiborlarni olavering, odat e'tiborlarni hozir tuflab qo'ying deyishadi. Chetga o'tamiz va tuflab qo'yamiz. Rahmat aka, xursand bo'ldim. Rahmat.